Allo, Allo, assalomu alaykum. assalomu alaykum. Hilolaxon bilan bog'landikmi? Ha. Hilolaxon, sog'misiz, salomatmisiz? Xayrli kechalar bo'lsin. Sizni bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, rahmat. Rahmat kattakon, agarda bezovta qilgan bo'lsam, avvalambor afv etgaysiz. Hilolaxon, yaqinlashib kelayotgan tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin deyman. Rahmat. Yaqinlaringiz baxtiga hamisha sog'u omon bo'ling. Chehrangizdagi tabassum sizni hech qachon tark etmasin. Bunday yoshlarni, bunday bayramlarni ko'pini qarshi olib, inshaalloh ikkilanmasdan 200 yoshlarda yashash ham nasibi ro'z aylasin. Rahmat, ilohim shunaqa bo'lsin. Rahmat kattakon. Ayni daqiqalarda uyali aloqangizni band qilib turgan yaqinlarimga tabriklar loyihasi va ushbu loyiha boshlovchisi bilan g'oyibona suhbatdasiz. Biroz qimmatli vaqtingizni olgan holda sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi mehribon insoningiz nomidan bugun siz uchun go'zal tabriklar kelgan. Shularni sizga yetkazib bersam maylimi? Xo'p, mayli. Rahmat kattakon, va mana shu o'rinda sizga bir savol bilan murojaat qilsam, nima deb o'ylaysiz Hilolaxon? Mana shunday bir kun avvaldan sizni xursand etmoqlikni istagan inson kim bo'lishlari mumkin? Ota-onam bo'lsa kerak. Albatta, yana kimlardan kutayapsiz mana shunday go'zal tabriknomalarni? Turmush o'rtog'im, yaqinlarim, singlim bor. Mashaalloh deyman. Ana endi juda ham to'g'ri topdingiz. Bugun bizga maktub yo'llab, sizni dunyolar qadar sevib, ardoqlovchi mehribon turmush o'rtog'ingiz Ramziddin akamiz bo'lar ekanlar. Va mana shu go'zal tabriklarimizga qaynona otajoningiz Ravshan ota, qaynona onajoningiz Saidaxon ona, dadajoningiz G'ayrat ota, Layloxon opalar ham mana shu go'zal tabriklarimizga hamrohlik qilib qolar ekanlar. Ovsiningiz, akajoningiz Firdavs, Bilolbek, Oydinoy misollar ham mana shu chiroyli tabriklarimizga hamrohlik qilib qolishar ekanlar. Rahmat kattakon. Ana endi ruxsat etsangiz, mehribon umr yo'ldoshingiz nomidan kelgan chiroyli tabriknomalarimizni siz uchun o'qib eshittirib bersam maylimi? Mayli, xo'p, rahmat. Rahmat kattakon, marhamat qilib diqqat qilasiz. Men o'qishlikni boshladim. Assalomu alaykum. Allohimning yerdagi farishtasi, jannatdagi gullarning eng sarasi, farzandlarimning mehribon onasi, mening esa hayotimning mazmuniga aylanib ulgurgan sirdoshim, darddoshim, xonadonimizning, uyimizning malikasi. Seni bugungi Allohimga banda Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan kuning bilan samimiy muborakbod etaman. Ilohim, bu to'lgan yoshing muborak bo'lsin. Bundanda ulug', bundanda chiroyli yoshlarni qarshi olib, inshaalloh 90 bilan to'qnashib, yuzlar bilan yuzlashib yurishing ham nasib etsin. Bugun senga oldinlari hech ayta olmagan, ammo aytishni juda xohlagan dilimdagi so'zlarimni aytishga qaror qildim. Ilohim, umrimiz uzundan uzun bo'lsinki, toki bu hayotda birgalikda his qilmagan baxtimiz qolmasin. Allohim bizga shunaqangi go'zal amallar bersinki, birgalikda borar manzilimiz ravzai jannat bo'lsin. Sen hayotimga kirib kelgan kuningga shukronalar aytaman. Sen hayotimga kirib kelgan ilk kuningdan menga faqat va faqat yaxshilikni olib kelmoqdasan. Eng katta tilagim shuki, inshaalloh qo'l ushlashib Allohimning uyi Ka'batullohga, haj umra ziyoratlariga birgalikda borish nasib etsin. Mana shu farzandlarimiz baxtiga sog'u omon bo'lib yurishlik, farzandlarimiz ortidan 2 dunyo jannatlarini, 2 dunyo rohatlarini ko'rib yurishlik ham nasib aylasin. Ular xuddi biz orzu qilgandek solih va solihalardan bo'lishsin. Allohimning har ikki uyida ham o'zi sevgan, o'zi suygan bandalari qatorida bo'lgan. Men uchun juda ham keraklisan, mehribonim, qadrligim, sabrligim, eng chiroyli so'zlarimning egasi. Hamisha har on biz uchun o'zingni ehtiyot qilgan. Bugungi ayyomlaring, tavallud ayyomlaring yana bir bora
muborak bo'lsin. Ismingni aytganda jilmayib bexos, hislarni aytmayman sukutga tutqun, chin dildan aytyapman ishon so'zim rost, rahmat hayotimda borliging uchun. Hayot tashvishlari qiynasa biroz, qo'llarimdan tutsang yechilar tugun, har qanday holda ham kechmagansan voz, rahmat hayotimda borliging uchun. So'zingda eng yaxshi dalda mujassam, ko'zingda ko'raman sevgining kuchin, eng yaxshi hislatlar bari senda jam, rahmat hayotimda borliging uchun deya mehribon turmush o'rtog'ingiz o'z maktublariga yakun yasabdilar. Rahmat. Marhamat, ular uchun ham tilaklaringiz bo'lsa, siz ham bemalol aytib o'tishingiz mumkin. Avvalo katta rahmat aytaman shunchalik eslab qadrlagani uchun. Baxtimga har doim sog' bo'lsin, farzandlarimiz boshda bosh bo'lib, oxlarimiz ustuni bo'lib yursin. Rahmat kattakon, inshaalloh aytganlaringiz kelsin, mehr muhabbatingizga esa aslo ko'zlar tegmasin. Bugungi kelayotgan go'zal ayyomlarni chiroyli kayfiyatlarda yakunlab oling. Doimo yaqinlaringiz baxtiga sog' va salomat bo'ling. Rahmat kattakon, omon bo'ling. Rahmat sizlarga ham. Sog' bo'linglar, ishlaringizga rivoj. Rahmat kattakon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hilolaxon, mana bu go'zal tarona esa bizning ilohamiz tomonidan siz uchun marhamat. Gapirib bersammi sevgim qanday boshlangan, uni deb aytsin ko'zlarim, to'du yoshlangan, bildim shunda sevgi sirin, ko'p sirin, o'ziga barchasi kegin, shundoq tashlangan. Kel dardingni bo'lishgim, qaytadan tanishgim, sevgilingman sevgilim. Oh kel dardingni bo'lishgim, qaytadan tanishgim, sevgilingman sevgilim. Bizni sevgimiz boshqacha, bilib qo'ysinlar, sevishaylik 100 yoshgacha, kuyib bo'lsinlar, kerakmas molu dunyosi, qursin dunyosi, sevdim uni tovonimdan boshgacha. Bizni sevgimiz boshqacha, Oh bilib qo'ysinlar, sevishaylik 100 yoshgacha, kuyib bo'lsinlar, kerakmas molu dunyosi, qursin dunyosi, sevdim uni tovonimdan boshgacha. Yonidan ketkim kelmaydi, rashkim oh yomon, ko'p yillar birgamiz ammo rashkim qolmaydi hamon. Qizg'onib yonib ketsam eslataman bir so'zni, aytaman yoniga borib qulog'iga shu gapni. Kel dardingni bo'lishgim, qaytadan tanishgim, sevgilingman sevgilim. Oh kel dardingni bo'lishgim, qaytadan tanishgim, sevgilingman sevgilim.
yashash